Ayollar o'rtasida siydik tutolmaslik haqida gaplashamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Aynan nevrologiyada eng ko'p murojaatlardan bittasi 35-40 yoshdan keyin va katta yoshli ayollarda uchraydigan siydik tutolmaslik muammosi. Ularning ba'zilari doimiy tomchilatib siyib yurishdan aziyat chekadilar va doktorma-doktor shifo izlab sarson sargardon bo'ladilar. Oxirgi paytda chala savod tabiblar ham ko'payib ketdi va aynan shunaqa bemorlarni ko'p sarsongarchiliklarga olib kelyapti. Azizlarim, agar sizda ham siydik tutolmaslik bilan bog'liq bo'lgan muammo bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Aynan yosh o'tgan sayin umurtqa pog'onasini aynan bel dumg'asi sohasida nervlar innervatsiyasi buziladi. Protruziya yoki grijja tufayli nervlar siqiladi va umurtqadan chiqayotgan nerv siydik pufayga to'liqligicha innervatsiyasini yetkazib bermaydi. Ikkinchisi esa disgormonal buzilishlar, ya'ni ayollarda uchraydigan endokrin kasalliklar tufayli vazopressin gormoni yetishmasligi tufayli siydik tutolmaslik holati kuzatiladi. Agar siz professional mutaxassisga, aynan nevropatologga murojaat qilsangiz, sizni tabiiy yo'llar bilan va zamonaviy tibbiyot usulida 10 kun ichida har qanday siydik tutolmaslik muammosidan xolis etamiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va qabulga yoziling. Biz 10 mingdan ortiq xuddi shunaqa muammoga uchragan bemorlarni muvaffaqiyatli davolashga erishdik.